Bugun bekorchi ayollar haqida gaplashamiz. Farzandlarining tarbiyasi, turmush o'rtog'ining parvarishini o'ylagan hech bir ayol havas uchun ko'chaga chiqib ishlamaydi. Yo moddiy ehtiyoj, yo ishning unga bo'lgan ehtiyoji sababli ishlaydi odatda. Ularni malomat qilmaymiz. Munosib joyda, yaxshi holatda ishlayotgan bo'lsa bo'ldi. Uyda o'tirgan ayollar tashqaridan qaraganda ishsizdek ko'rinadi. Aslida unday emas. Ular farzand tarbiyasi, ro'zg'or ishlari-yu turmush o'rtog'ining parvarishi bilan band bo'lishadi. Uzr-kuya, ular ishchidan ko'ra yuqoriroq maqomda deb bilaman. Ular beka, uyning bekasi. Albatta, kimningdir qo'lida ishlagandan ko'ra bekalik yuqori maqomda. Ikki toifa ayollarni ham hurmat qilamiz. Takror aytamanki, ehtiyoj bo'lmasa, ayol ishlamaydi. Ishlaydigan ayollarni kamsitishdan tamoman yiroqman. Yana aytaman, onaning bekorchisi bo'lmaydi. Aslida barcha ayollar ishlaydilar.